Bitta shipirishimiz shartmi? Nima qilibdi? Baribir uxlamayapmiz-ku. Bundan ko'ra suv olib chiqing. Yigitni mo'qa qilib qo'ying. Uydan bir qadam ham chiqmaysan, men ruxsatimsiz. Boshingda yering bor bundan buyoqqa. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi. Biz xotin mashina boshidan qotib tushish kerak-da. Bu qulog'i orqasidan quyosh ko'rinadigan bo'lib qolibdi. Yangi uylandingizmi deyman? Ha. Haqiqatan ham odam uylangandan keyin yosh ko'rinadigan rostmi deyman? Aka bola. Yangilik yo'qmi? Qayerda hali 2 kun bo'layapti to'yimga. Shu bo'g'im odamlar ham. Otkir aka, yangilik yo'qmi? O'zi yangilik bo'lganga bir uzoq 2-3 yil bo'lyapti. Hozir bir urima uydan yangilik yo'q qolasan. Qurib uydan. Shu yangilik qilamanmi deyman. Qori dedim men senga basharang buzib qo'yaman. Kuyov bola. Voy dada. Ko'pmi kunduz kuni, yana shu bo'lyaptilarmi? Ha? Abi siz uylanganingizdan beri suvni cho'chiga g'ir-g'ir aylanyapti-yu, bu oilaviy byudjetga ziyon bo'lyapti-yu. Kommunalkalarni kim to'laydi? Katta qolaymi? Dada, men uyga ziyon emas, foyda keltiryapman. Uzcard orqali buni kommunal to'lovlar to'lasa, yangi mavsumda pul mukofotlar qo'yilgan. Agar Uzcarddan Uzcardga pul ko'chirma qilayotgan bo'lsam, 2 barobar pul yutish imkoniyatiga ega bo'laman. Agar kommunal to'lovlardan to'layotgan bo'lsam, 3 barobar yutish imkoniyati bo'ladi. Dada, yangi mavsumda pul jamg'armasi 1 milliard so'mni tashkil qiladi. Aksiya ishtirokchilar 25 milliondan 200 milliongacha yutib olish mumkin. Uydali. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, o'zim ham to'lab qo'yaveraman. Onasi Yaxshimisiz? yaxshi tuzum. Voy bola. Orqangga qayt. Xotinga narsa tashishni boshladilar-mi? Nima u? Och, qani. Chorva o'taymi? Voy ota o'g'il malades. Yangilik bormi deyman, ha? Kelinni yegisi keldimi? Ha, malades. Yo'q, o'zimda sho'rvadan yegim keldi-da. Yeb qat. Voy tupoy. Shu bekorga aylandimi? Balkim ko'ngling ham aynayotgandir, ha? Gululu mama, you name it, so actually.